Biz Open Transportasi sizlar bilan 3-mavsum zakovatni ochiq deb e'lon qilamiz. To'g'ri javob otga chiqish. Mashhur bir olim uyiga ko'p mehmon kelavergach, uni rafiqasi, xotini undan bitta ish so'raydi, bitta narsani yaratishni so'raydi. O'sha narsani olim yaratgandan keyin xotinini ishlari ancha yengillashadi. Savol: eri xotiniga nima yasab bergan yoki nima ixtiro qilib bergan? Hop, bola e'tiboringiz uchun rahmat. 2-mavsum 1-bosqichimiz o'z nihoyasiga yetdi. Qatnashganlarga katta rahmat.